Mehmon kelsa eshikdan, rizqi kelar teshikdan. Dada olmayman. Hay, bola podsho. Oling. Hay, rosa suvli olmaykan, tishlar qancha suvlari chiqib ketyapti. Malades. Daraxtni o'g'lida. Dada, yana olmayman. Shu gapni o'rtirmaysan o'g'lim. Tog'alar bilan gaplashib o'tiribmiz. Mana shu sanga bor. Bor o'sha yerga bor. Sadir, to'g'risi. Shunday ham o'ch qolib bordim, boshqachadan emas, to'g'risi. Qanday so'ray yoki tele to'g'risi non bo'lsa ham bo'ldi, men qancha qarab demayapman. Nonni o'zi bo'lsa ham mayli. Sabr qil, men sendan battar o'z qoldim. Mehmon nima deyapti, mehmon? Mehmon, endi sekin qaytaylik deyapti. Endi kech bo'lib qoldi. Joy tayyor. Joy solib qo'yganmaslar. Yo'q, qolasizlar. O'ch qoringa uyqu ham kelmaydi. Shunday ham o'ch qoldim. Xurliklarim kelib ketyapti. Sadirmi? Quloqchim to'lab bermayman. Sadir. O'ch qoringa qanday yursam ham chidolmayapman. Uxlolmayapman o'ch qoringa tur. U tag'in-ku. Uxla. Bitta bo'lsa ham non so'rar. Uxla. Hozir borib o'zim bir ilojini qilib so'rab olaman. Bermayman aytib qo'yay. Haydarali. Ha, mehmon, tinchlikmi? To'g'risi begona joyda bo'lsam qilayapman. O'qiyapman to'g'risi. Shu iloji bo'lsa, bitta non bersiz, bolashimni tagiga qo'yib yotsam-da. Islom kelganda onani uyda non yo'q edi. Bolalar kelin aytib qo'yibdi. Hozir, ha? Bir minut topamiz. Yo'li bor. Mehmon, olma yeb qo'ymaysiz-a? O'g'lim armiyaga ketganda, shu bitta tishlab ketganda. Baribir yostiqni tagiga qo'yib yotar ekansiz-ku. Sadir va Badir, kelgulik kadir, boshqacha shivada, qishloqdek